Mayli, lekin qusur izlamanglar, men 5-10 koy talab qilmadim. Mushu filmni 6 raqam yo'llagan, yurak bosgan do'stlarga ochiq-ochiq pishirish narxi o'rgatib qo'yman deb yo'lladim. Mumkin bo'lsa yo'llab qo'yinglar, sizlar foydalanib olinglar. Oldidan biz qizil kebabchindan 40 gram beramiz. Yeşil kebabchindan 40 gram beramiz. Ganjangdan 25 gram beramiz. Shangshadan 15 gram beramiz. Zapaxamakdan 50 gram beramiz. Abediyandan 20 gram beramiz. Juz postidan 32 gram beramiz. Shangyidan 15 gram beramiz. Guypidan 30 gram bersak bo'ladi. Zirdan 20 gram beramiz. Muxtachindan 12 gram bersak bo'ladi. Bajadan 20 gram beramiz. Shannaydan 25 gram bersak bo'ladi. Ranglazdan 35 gram beramiz. Ochiqlazdan 50 gram beramiz. Savgodan 40 gram beramiz. O'sha dori-xurishlar ushaq so'qib bo'lgandan keyin ochiq-pochiq pishirib ishlasak bo'ladi. Tengni qanot tangshash uqmasangiz inkasroq 2 raqam yo'llab qo'ying, lozim bo'lsa uchur qilsangiz bo'ladi. Yurak besab saqlalang, qo'shmag'inlar qo'shilang. Kunda yangilik bo'lgan mazmunlarni yo'llab turamiz. Rahmat. Sizlar